Dajjolning oxir zamonda chiqishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan sahih hadislarda aniq ravshan bayon etilgan. Huzayfa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Dajjolning chap ko'zi g'ilay, sochi qalin, uning jannati va do'zaxi bor. Aslida do'zaxi jannat, jannati esa do'zaxdir. Yana Huzayfa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Men Dajjolda bo'ladigan narsalarni uning o'zidan ham yaxshiroq bilaman. Uning oqib turuvchi ikki anhori bo'lib, bir ko'zga oppoq suv bo'lib ko'rinsa, ikkinchisi alangalanib turgan olov bo'lib ko'rinadi. Agar biron kishi unga duch kelsa, olov bo'lib ko'rinayotgan anhorga kelsin, ko'zini yumib, boshini eksin va undan ichsin. Haqiqatda u sovuq suv bo'ladi. Dajjolning ko'zi o'chib ketgan bo'lib, ustida ortiqcha teri bor.